bayram arafasi mana oila a'zolarimiz bilan aylangani shovqda kayfiyatlar ko'taryapmiz. Mana ko'tarinki kayfiyatlarda bayramlar nishonlanyapti. Mana bolalar xursand. Yo'l yangi yil o'tyapti, qiziq. Kichkinalarimiz chiqdik. Qaynamga. Juda qiziq o'tyapti. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Hammani xonadoni tinch bo'lsin, ishlariga, kasb-korlariga rivoj bersin. Bugun konsertlar juda ham zo'r o'tyapti. Hammani kayfiyati zo'r. Bunga tashrif buyurgan hammani kayfiyati juda a'lo darajada. 2026-yil hammaga baxt, omad topib bersin. Talabalar sessiyalarda zo'r o'tsin. Rahmat. Yaxshi kayfiyat tilaymiz, omad tilaymiz hammaga. Yaxshi, ayam bilan chiqdi. Balalar aylantirib yaxshi o'tyapti. Kelayotgan 2026-yil barchamizga baxt, omad topib bersin. Hammaga ko'tarinki ruh, kayfiyat baxtim. Hammalariga yangi yilda yaxshi tilaylar, yaxshi omad. O'rtoqlarim bilan tashrif buyurdim. Birgalikda bayram tadbirlari zo'r o'tyapti. Juda qattiq xursand Tabriklarim yangi yilga. Do'stlar, Keyingi yillarda ham shunaqa istiqbolli, yaxshi kayfiyat o'tyapti.